the fire and snow. Voices of a north in the cold wind blow. Shadows in the night, but the stars still glow. If I fall tonight, let the whole world know. Calling me home where the old gods stand. Through the storm and the blood red sand. The sky falls down and the rivers run slow. Hear my name in the winter snow. Hot steel in the hand when the long ships sail. Cold in the lungs when the night winds wail. Came from the frost where the brave don't fail. Every star got a story to tell. Drums in the dark when the war horns cry. Storm in the chest like the northern sky. If I walk through fire, I don't ask why. Kings rise once, but the legends never die. I don't run when the thunder crack. Stand my ground when the wolves attack. Eng shiddatli jabhaga keldik, ya'niki taqdirlash marosimi. Demak, bugun olimpiadamizda eng bilimdon, eng zukko o'quvchilarimiz o'z bilimlarini sinash uchun kelgan, shundaymi? Demak, qaysi olimpiadaga keldik? Nomini bilamizmi kelgan? My Dream International Olympiad. Ya'ni My Dream International Olympiad deb jo'r aytib bilamizmi? 1, 2, 3. My Dream International Olympiad. Demak, olimpiadamizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Hurmatli ota-onalar, xush kelibsizlar. Qadamingizga hasanat deymiz. Farzandlaringiz ilmli, bilimli bo'lishini qo'shgan hissalaringiz uchun alohida minnatdorchilik bildirib qolamiz va My Dream School jamoasi va My Dream International Olympiad tomonidan barchalaringizni bugungi Olimpiada kuni bilan tabriklaymiz. Demak, taqdirlashimizni boshlashdan oldin chiroyli tarzda O'zbekiston madhiyasini bir tinglab olsak, marhamat. Chiroyli tarzda boshlaymiz va birinchi navbatda ota-onalarimizga nima deymiz? Demak, bu yerga kelgan o'quvchilarimiz bilimi eng zo'r o'quvchilar hisoblanadi. Bu olimpiada hayot yoki mamot emas, ya'ni bugun oxiri уже olimpiadamizning so'nggi emas, shundaymi? Bizlarda eng yuqori natijani ko'rsatgan o'quvchilarni oxirida va 3-o'rindan birinchi navbatda taqdirlashni boshlaymiz. Va asosiysi o'quvchilar kayfiyatini tushirmaymiz. 3-o'rin bu o'rin hisoblanadi. Undan
tashqari 3 oy yozda mukammal ravishda bilimlarimizni yana ham ko'tarib olish imkoniyati bor. Demak, foydalanib bilamizmi? Zo'r. Demak, taqdirlashimizni boshlashdan oldin bizada 3-o'rin egalarini birin-ketin taqdirlashni boshlaymiz. Demak, 3-o'rin egalari birinchisi Maqsudov Behruzbek, faxriy 3-o'rinda egalabdilar, bormi? Qoraqalpog'iston Respublikasi My Dream International Olimpiada tomonidan tashkil qilingan yoshlarning intellektual salohiyatini oshirish va ularni xalqaro olimpiadalarga saralash maqsadida o'tkazilgan olimpiadamizda faxriy 3-o'rinda egallagan ekansiz. Sizni taqdirlaymiz va asosiysi kelgusi o'qishlaringizga muvaffaqiyatlar hamisha hamrohimizda bo'lishini istaymiz. Va keyingi 3-o'rin egasi Rustam va Shohista faxriy 3-o'rinda egallabdilar. Ana shu turamiz. O'rndan chiroyli o'tiramiz, birgalikda rasmga tushamiz. Keyingi o'rinda Achilbayev Otabek faxriy 3-o'rinda egallabdilar. Bormi? Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarga erishgan vaqtimizda yana ham tabriklab turish nasib qilsin. Demak, keyingi o'rinda Bazarbayev Behruzbek faxriy 3-o'rinda egallabdilar. Bormi? Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Hammamiz turib olamiz shu yerda. Azatbayev Bekzod faxriy 3-o'rinda egallabdilar. Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Bu o'quvchimiz olimpiadamizda yana qatnashyapti. Qayerdan kelgansiz? Bu o'quvchimiz Gullardan kelgan. Bizda bilasizlar, doimiy ravishda birinchi bosqich saralash, umumiy saralashdan o'tib, ikkinchi bosqichga o'tib, uchinchi bosqichga yo'llanma olib, ikkinchi bosqichda pul yutuqlarga ega bo'lgan o'quvchilarimiz. Buni bugun sal hayajon bo'ldimi? Yo yozgi ta'tilda o'zingizni berardingizmi? Dam deb. Undan zo'r. Demak, o'quvchilar hammamiz chiroyli rasmga tushib olamiz. Ota-onalarimiz keling, rasmga tushib olamiz va chiroyli tilaklarimiz bo'lsa bir aytib o'tsak, keling. Rahmat. Shundan savolni Rahmat. Endi bu boshlanishi, endi davom ettiramiz. Bir davom qancha tinchlaymiz, Enamizga bersang. Hammangizga yaxshi tilak tilayman. Rahmat qizlarim. Quvonib turibman, balam hali bir hafta bo'ldi kelganini shu maktabga. Mana bugun 3-o'rinda oldim, yaxshilik natijasi balam. Bundan buyoqqa harakat qilamiz. Hozirgi 1-o'rinlarda bo'laman, Atush. Zo'r, anaqa bersangiz. Shu tashkilotga o'qituvchilarga rahmat. Ko'p bo'laversin, shunday tashkilot tashkil etishga omad tilayman. Hammangizga rahmat. Keling. Demak, qarsaklaringiz ostida Zaynabani biror tabriklab qo'yamiz. Chiroyli qarsaklaringiz. Asosiysi bergan tarbiyalaringizga, bergan shu paytgacha shu darajaga olib kelgan asosiysi bu ota-ona hisoblanadi. Nega deganda farzand bu oila ko'zgusi. Shu ko'zgularingizga ko'z tegmasin. Demak, joylarimizni egallasak bo'ladi. Tabriklayman. Demak, kelgusi o'rinda Saodat. Demak, keyingi o'rin egasi Ibadullayev Chavjahon. Sal natijamiz pastroq bo'ldi, lekin ko'tarib olamiz, bo'ladimi? Keling, turamiz. Demak, sovg'alarni topshiramiz. Demak, keyingi o'rinda Rashidov Sanjar yutuqli 3-o'rinda egallabdilar, bormi? Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Keyingi o'rinda Umarjanov Elnur bolamiz faxriy 3-o'rinda egallabdilar. Keling. Tabriklaymiz, qarsak chalib turamiz, qo'llab-quvvatlab. Keyingi o'rinda Faydullayev Abdulaziz faxriy 3-o'rinda egallabdilar. Keling. Abdulaziz Faydullayev Abdulaziz. Demak, keyingi o'rinda Eshnazarov Haydar faxriy 3-o'rinda egallabdilar. Demak, kelgusi o'rinda Sheribbayeva Sevinchoy faxriy 3-o'rinda egallabdilar. Keyingi o'rinda To'xtabayev Ramzon faxriy 3-o'rinda egallabdilar. Qo'llab-quvvatlab turamiz.
Bu o'quvchilarimiz yosh bo'lishidan qat'iy nazar bilimga bo'lgan intilishlari orqali shunday natijaga erishdilar va bizlarda Dubayga borib kelgan o'quvchimiz bor ekan. Aslanov Asalbek. Siz javobda dam olgan o'xshaysiz. Eng faxrli 3-o'rin bilan tabriklayman. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarga ega bo'lamiz. Ibadulla Mubina faxrli 2-o'rinda egalabdilar. Keling. Bitta rasmga tushib olamiz, o'xshay. Keling. Yükselvatargani bu o'quvchilarimiz bilan qatnashlarda birinden başlab qatnashdi, 1-iyuldan boshlab hali 15 kun bo'lmay natijalarimni 3-o'ringa olib zo'r o'rin bu. Hammamizga omad tilayman. Shu yukselvatargani shu bilan Beruniy rayonidan ham chiqvatargani bilan Xudoga shukr. Bizning izdoshlarimiz hammasiga rahmat, tashakkurlar. Yaxshi, sog' bo'ling. Sog'dim, rahmat. Demak, yana bizlarga biraman 2-marta tashrif buyurgan onamiz bor ekanlar. Bir chiroyli tilaklaringiz. Qayerdan keldingiz? Ertaga rahmat hammangizga, shu tashkilotchilar, farzandlarimiz qiziqib 2-marta kelyaptilar. Xudo xolosa Dubaylara, Turkiyalara borishlarini hammamizning farzandlarimiz O'zbekistonning bayrog'ini baland ko'tarib, shovada o'qib kelishini tilakdoshiman hammamiznikini. Gap isboti bilan deganday, bizlarning aramizda Dubayga borib kelgan o'quvchining ota-onalari borlar. Bir chiroyli tilaklaringiz. Rahmat, sizlar shu bilimlari bilan shug'ullanishimiz uchun. Barvaqon bo'lsa ishlaymiz. Endi hozir dam olganlarda bular shuning uchun ish taqtirdi, bo'lmasa ko'tarilar edi. Hammangizga rahmat. Maktabdan viloyatga katta rahmat. Siz bardavom bo'lsin. Söylüyorum. O'zi hamma ota-onalar chiroyli tilak bildirsin deb men kamaytirib 30 dan bo'lib tashlaganman. Hali yana keladi keyin gapda 30. Nuqa deganda bardak bo'lib sirtda sizlar turgandan ko'ra shu yerda qulay joylarsizlar deb chiroyli tilaklaringizni ayting. Rektorlar hamda zo'r o'rinlarda bo'lsin o'quvchilar. Bo'ldi, xudo xolasa oladi. Demak, hamma o'rinlarni egallashdan oldin chiroyli rasmga tushib olamiz kenglar. Kamil va Saodatni. Bilaman. Keyingi o'rinda Jumaniyazov Abdumalik faxrli 3-o'rinda egallabdilar. Keling. Tabriklaymiz, qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz o'quvchilarimizni. To'xtabayeva Mahfuza faxrli 3-o'rinda egallabdilar. Keling, tabriklaymiz, qarsaklaringiz. Demak, keyingi o'rinda Maqsud va Mohinur qizimiz faxrli 3-o'rinda egallabdilar. Tabriklaymiz. Va oramizda endi 2-o'rin egalari ham mavjud, ya'niki Rajabbayev Shahbozbek faxrli 2-o'rinda egallabdilar. Taqdirlaymiz. Sog' bo'ling. Azimbayeva Dilrabo faxrli 2-o'rinda egallabdilar. Dilrabo, tabriklayman, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Safarbayev Shahrizod faxrli 2-o'rinda egallabdilar. Tabriklayman, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Va Quralbayev Elbek faxrli 2-o'rinda egallabdilar. O'quvchilar, o'rinlaringiz bilan sizlarni yana bir bor tabriklayman. Joylarimiz egallab chiroyli bo'lib rasmga tushib olamiz. Ota-onalarimiz kelinglar, bitta chiroyli rasmga kadrlar olsa. Shunday yoshlarga imkoniyat berib bergan rahmat sizlarga. Ishlarimiz hamma bardavom bo'lsin, omadlaringiz bersin, yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling. Endi bizlarda bir emas, ikki emas, 3 davlatni ko'rib kelgan faxrli o'quvchimizning opalari bor. Ya'niki qaysi mamlakatlarga borgansan? Elbek aytib ber. Dubai, Qatar. Dubai qancha marta borgansan bolam? Dubai qancha marta borgansan? Qatarga. Endi nerga ketamiz? Darajamizni sal ko'tarib olamiz. Tamam, yaxshi. Bir chiroyli tilaklaringiz atasi tabriklayman. Yutuqlar bardavom bo'lsin.
Yaxshi o'g'illarni olishni tilakdosh qilaman. O'quv markaziga hamma o'qituvchilarga rahmat. Mening bolam hayajonlandimi? Tug'ilgan birinchi o'rinda edi. Foiz edi. Degan yo'llarga borib kelamiz. Rahmat beringizga. Kanikullni nesi o'xshaydi sarfasna. Rahmat beringizga. Undagida o'rnalarga rahmat beringizga sog' bo'ling. Rahmat. Mayli o'quv markazi tashkilotchilarga rahmat. Buni bergan ustozlarga katta rahmat. Hamma bolalarimizni omad, muvaffaqiyat tilayman. Bardavom bo'lsin. Rahmat. Shundaki tashkilotchilarga rahmat bernida. Qizim 3-o'rinda oldi. Xudoga shukr. Bu demak intilishi bor. Xudoga shukr bundan ham zo'r bo'lsin. Dubayga bordi deyapsizlar. Havas qilyapmiz. Mening ham qizim Ramzan To'xtaboyev mana shunday yaxshi mehnatda o'qib borg'ay. Zaram borib shunga quvonib birgaymiz. Yuksak, baland yuksak baholarga hammalarimizga rahmat. Mana shu o'qitgan nelarimizdan oliy nelarni o'qib, sizlarni o'qidim deb quvontirib ketgay. Tashkilotlarda ishlar o'rgangan. Rahmat. Demak, gapirib qolgansan. Endi so'ylayman. Zo'r. Demak, yana bir bor chiroyli qarsaklarimiz bilan shu o'quvchilarimizni yana bir bor taqdirlaymiz. Qarsaklarimiz. Bor ekan, Allaberganov Aydus faxrli 3-o'rinda yaratiladi, bormi? Fayzullayev Abdulaziz faxrli 3-o'rinda yaratiladi. Hajaniyazov Umidbek yana bir bor 3-o'rinda yaratiladi, lekin oldingi safargidan sal balimiz balandroq chiqdi. Tabriklayman. Kamil va Saodat qizimiz bormi? Keldimi? Zo'r. Chiroyli tarzda taqdirlayman. Sovg'alarni bersangiz rahmat. Okey. Yaqin xatosimizga turdik. Assalomu alaykum. Bugun balamiz 3-o'rinni oldi. Hamma tashkillarda 1-o'rinni olgan. Uyda bala hammaning bolalari qizlarni omad deymiz. 1-o'rinlarda Dubaylarga, Qatarlarga, Turkiyalarga baralarga. Sizlarning tashkilotlaringizga rahmat katta. Tashkilotchi turadi. Balalarning hamdini o'zadi. Rahmat. Tabriklaymiz. Hammani balalaringizni, qizlaringizni tabriklayman. Yoqqa bersak onamizga. Uchlanishimiz yarashimiz birinchi davomida bir necha yo'lda bilamiz endi. O'zimiz yopib kelayotganimiz, o'zimiz tayyorlaymiz. Bizlarda hozir yozgi maktab o'z ish faoliyatida farzandlaringizga kelib, bemalol bilimini mukammal ravishda oshirsangiz bo'ladi. Yozni soz holatda o'tkazish imkoniyatiga ega. Aynan bugun kelgan o'quvchilarimiz ertandan azonda soat 9dan bemalol kelib, yozgi maktabimizda bemalol bilim olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bemalol birinchi kundan, ya'ni azon bugun bozor kuni. Birinchi kundan, ya'ni dushanbadan soat 9dan 4:30gacha davom etadi darslarimiz. Kelib, bilimlaringizni yana ham mukammal ravishda oshirish imkoniyati bor ekan. Demak, bizdan yiroqlashmang. Demak, yana bir bor tabriklayman, joylaringizni egallasanglar bo'ladi. Daqiqalar bugun 100% natijaga ega bo'lgan o'quvchilarimiz oramizda bir kamchilik ekan, yo'q ekan pashti. Shuning uchun bizlarda 3 nominatsiya bor ekan, ya'ni ingliz tili va matematika fan, mental arifmetika fanlaridan faxrli 1-o'rinni egallagan o'quvchilarimiz 1-o'rin Davletbayeva Ayjon faxrli 1-o'rinni egallab, bizlardagi Antaliya va Yaponiya, Gruziya mamlakatlarida o'tkaziladigan xalqaro olimpiadalarga yo'llanma oldilar. Bemalol foydalansangiz bo'ladi, qizim, tabriklayman. Bu sizning yutug'ingiz. Chiroyli sovg'amiz siz uchun. Demak, keyingi o'rinda
Zarifbayeva Elzoza qizimiz faxrli 1-o'rinni egallabdilar. Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Bu sizga. Bu yo'llanma ham sizga. Xudo xohlasa bizada kelgusi oy, ya'ni 7-8 iyul kunlari Antaliyada, 17-18 iyul kunlari Gruziyada va 21-22 iyul kunlari Yaponiyada o'tkaziladigan xalqaro olimpiadalarga yo'llanmalaringiz muborak bo'lsin. Va kelgusi o'rinda mental aritmetikadan 1-o'rinni egallagan o'g'lonimiz, keling, tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Bu siz uchun. Tabriklaymiz. Qo'llab-quvvatlab turamiz, o'quvchilar. Bu sizga. Chiroyli qarsaklaringizni aylaninglar shu o'quvchilarimiz uchun. Apamiz bilan apamiz qani? Kelmadi. Sizga ning. Kelmadi. Sizga ning. Keling, ayapa, tabriklayman. Faxrli 1-o'rin muborak bo'lsin. Birinchi o'rinlardan bolalar sizlarga rahmat aytamiz. Shunday nimalarni uyushtirganingiz uchun bilimini oshirish. Rahmat sizga ham alohida tabriklayman. Negaki, bu natija, bu asosiysi farzandingizning lekin orqasida mehnat yotadi. Ayjonaning birinchi kelgan vaqti esimda hali. Desam bo'ladi, umuman boshqacha qildingda, hozir bizda umuman boshqacha natijaga ega bo'ldilar. Tabriklayman. Asosiysi bu oilangizni ko'zgusi bilan faxrlansangiz arziydi. Shunday ekan, barcha o'quvchilarimizga kelgusida omadlar hamisha hamroh bo'lsin. Kelgusi olimpiadamiz bo'lsa, bir yakshanbadan keyin keyingi shanba davom etadi. Bemalol farzandlaringiz bilan kelib qatnashinglar bo'ladi. Undan tashqari oramizda mening farzandimman boshqa sinf programmasi, o'zidan katta programma tushibdi degan ota-onalarimiz bor ekan. Bizda operatsiya guruhlarimiz mavjud. Bemalol testlarini ko'rib, kanallardan har bir o'quvchi elektron topshirgan testlarini o'zlaringiz telefonlaringizda ko'rish imkoniyati bor, bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Undan tashqari har bir o'quvchiga kod berilgan. Kodlaringizni bilasizmi? Yozma chiqyapmi? Bo'lmasa bir tag'in bo'lsanglar, so'rab olinglar, iltimos. Qanday savol tushganini, qanday tayyorlanishimiz kerak ekanini bemalol kelgusi olimpiadaga tayyorlanib kelish uchun ayni imkoniyat hisoblanadi. Demak, shu bilan bu olimpiadamiz taqdirlash o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi olimpiadamiz Xudo xohlasa kelgusi yakshanba yana davom etadi. Kelib bilimlarni yana ham mukammal olishlari mumkin va asosiysi dushanba kuni, ya'ni 15-iyun kuni bu o'quvchilarimiz, ya'ni bu olimpiadamizda qatnashgan o'quvchilarimiz uchun yozgi maktabi tashkil etilgan. Kelib bilimlarni yana ham bir pog'ona emas, 2 pog'ona emas, 3 pog'ona o'zlashtirib, yana ham mukammal bilim olsalari bo'ladi. Qo'shimcha savol yoki takliflaringiz bo'lsa, bizlarda qo'llarimizda keltirgan sertifikatlarida QR kodlar mavjud. QR kodlarda birsida litsenziya, birsida olimpiada guruhlarimiz mavjud. Bemalol kirib, savol yoki takliflaringiz bo'lsa, undan tashqari bugungi video lavhalar va asosiysi test jarayoni, undan tashqari foto lavhalar hammasi mukammal ravishda berib boriladi. Shunday ekan, bizdan yiroqlashmang.